Do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi kontentimizni bir ozgina solishtirishdan boshlamoqchiman. Demak, mana iPhone 17 Pro Max, Google Pixel Fold va Huawei Mate X-T. Bu oddiy smartfon, bazaviy komplektatsiyaga, ya'ni bazaviy ko'rinishga ega. Bu Fold va bu Tri-Fold, ya'ni uchtaga ochiladigan mana shunaqa ham smartfon, ham planshet desak bo'ladi. Demak, o'rtada oddiy smartfon bilan va mana shunaqa planshet shakliga keladigan mana shu Tri-Fold ko'rinishdagi smartfonning o'rtasida Fold kerakmi, yo'qmi degan savol. Ko'pchilik aytadiki, Foldda video ko'rish qulayroq bo'ladi, chunki ochiladi, ekrani kattaroq bo'ladi deyishadi. Shuni men aniq qilib sizlarga ko'rsatib bermoqchiman, bir tajriba qilib. Mana masalan, bir nechta sonni demak, bir xil kontentni ochamiz hozir. Telefonlariga Fold mana Foldlar haqidagi kontentimizni mana oddiy smartfonda va mana Foldda. Do'stlar, assalomu alaykum. Oxirgi demak, mana qaranglar. Bir nechta sonni. Demak, Foldni mana men ochib qo'ydim butun ekranga va mana bunda ham mana ochib qo'ydim butun ekranga. Mana qarasanglar agar juda ham katta farqi yo'q. Ya'ni kattaroq, lekin juda ham katta ekranga emas. Nimani hisobiga bu narsa? Bu narsa aynan mana shu ekranni to'rtburchak bo'lib turishiga ochilganda. Ya'ni hozir ko'p kontentlar 16 ga 9, 16 ga 10 mana shunaqa demak formatda yoziladi. 4 ga 3 formatda bo'lsa, bir xil kliplar bor. Hozirgi paytda yana rusum bo'lib bormoqda shu narsa, ya'ni kliplarni o'sha 4 ga 3 formatda yozish. Unda haqiqatan aynan shu ekranda sal mundoqroq bo'lib, kattaroq bo'lib turadi 4 ga 3 bo'lganda. Bunda haqiqatan kattaroq ko'rinadi bunga nisbatan. Lekin 16 ga 9, 16 ga 10 formatda yozilgan videolar bunaqa ekranda va bunaqa ekranda ko'rganda 2 barobar farqi bo'lmaydi. Lekin aynan mana shunaqa Tri-Foldda agarda ko'riladigan bo'lsa, unda haqiqatan ham farqi bo'ladi. Mana formatdagi telefonlarga buni orasida demak Google Pixel endi ko'rsanglar bo'ladi. Huawei Mate X7 ni ko'rsating. Mana kanalimizda bor, kirib mana ko'ringlar, bahramand bo'linglar. Haqiqatda mana 2 barobar katta desak bo'ladi. Shuning uchun agar katta video ko'raman desa, Tri-Fold ancha qulayroq bo'ladi oddiy Foldga qaraganda. Do'stlar, boshladik demak. Bugun demak ajoyib mana shu segment haqida, Tri-Foldlar haqida gaplashamiz. Bizga buni taqdim etgan Huawei kompaniyasiga men minnatdorchilik bildiraman. Shunaqa ajoyib bir gadjet taqdim etishganligi uchun. Chunki birinchi marta qo'limda o'zi Tri-Foldni ushlashim. Demak, do'stlar, 3 buklanuvchi smartfon Huawei Mate X-T ning keyingi ikkinchi avlodi shu yil oktyabr oyida taqdim etilishi mumkin. Insiderlarga ko'ra, unda yangi Kirin 9050 Pro protsessori, kuchli AI funksiyalari va 6000 mAh dan katta batareya va eng muhimi yangi buklash sharniri sababli ko'zga deyarli ko'rinmaydigan o'rtadagi shu endi ajin deyman men, mana shu ajinlari bo'lishi kutilmoqda. Hozirgi kunda shu ajinlari ko'rinmaydigan apparatdan chempioni desak bo'ladi. Bu Oppo Find N6. Mabodo agar ko'rmagan bo'lsanglar, kanalda obzori bor, uni bir ko'ringlar. Qutidan chiqarganmiz, ko'rganmiz birinchilardan bo'lib. Shuni bir ko'rsanglar, juda yaxshi kontent bo'lgan. Demak, aynan mana shu ajinlari ko'rinmasligi uchun yangi sharnir ishlab chiqilishi kutilmoqda, taqdim etilishi kutilmoqda. Shu aytganimdek, demak, shu yil oktyabr oyida. Demak, Huawei Fold texnologiyasini yana bir pog'ona yuqoriga olib chiqmoqchi. Lekin bitta savol bor. O'zi Tri-Foldlar bozorini kelajagi bormi? Ya'ni hozir bu segmentda o'zi ikkitagina o'yinchi bor. Bularning bittasi mana Huawei Mate X-T demak gadjeti bilan va Samsung bor. Biroq Samsung o'zining Tri-Foldini 3 oy ishlab chiqargan, jarayonni to'xtatdi va uni yangilash haqida ma'lumot bermadi. Ya'ni gadjetni ishlab chiqarishni to'xtatishdi. Xo'sh, hozirgi dolzarb Huawei Mate X-T, ya'ni shu birinchi modeli o'zi qanaqa? Bu haqiqatan ham kelajak smartfonimi yoki bir hype mi yoki bir eksperimental bir qurilmami? Bugun shuni bir aniqlashga harakat qilamiz birgalikda.
Demak, do'stlar, o'zi ikkita rang varianti mavjud, qizil va qora. Mana qo'limdagini ko'rib turibsizlar, qora rang bu og'ir, bir bosiq, vazmin rang hisoblanadi. Qizil rangi ham juda ham bir ko'zga tashlanadigan emas. Juda ham bir qichqirib, baqirib turadigan rang emas, lekin har holda qora rang ancha universalroq deb o'ylayman men. Rang tanlovi unaqa muhim emas menimcha bu masalada, lekin agar qizil rangini mabodo oladigan bo'lsangiz, Mate X6 va Mate X7 bilan adashtirish mumkin smartfon mana shunaqa holatda bo'lib turgan paytida. Demak, smartfonni jamlamasiga agar keladigan bo'lsak, mana shunaqa qutida keladi smartfon Huawei Mate X Ultimate Design. Bu 16 GB demak operativ xotira va 1 TB ichki xotira bilan jihozlangan. Mana shunaqa qutida keladi, juda ham chiroyli. Qutining ichida demak smartfonni o'zidan tashqari, mana smartfon o'zi bu yerda turadi. Bundan tashqari demak zaryadlash bloki bor, 66 vatli va bu yerda demak bir ajoyib mana shunaqa chexoli bor. Mana shu haqiqatan mana shu tripodni chexoli. Men bir taqib ko'rdim o'rtada, hozir sizlarga ham ko'rsataman. Juda ham bir ajoyib narsa. Ishlash mexanizmi ham ajoyib bo'lib qoladi. Bir tomondan noqulayroq ham bo'lib qoladi. Mana endi qutini yig'ishtiramiz. Chunki ichida quvvatlash bloki bilan simidan boshqa hech narsa qolmagan. Xo'p, demak, aynan mana shu g'ilofi mana ustiga kiydiriladi. Bo'ldi. Faqat mana shu tomonini himoya qiladi va bu yerda mana shu fiksatsiya qilib qo'yuvchi, demak, mana shunaqa bir bilmayman, shtorka deyiladimi, nima deyiladi, shunaqa narsasi bor. Ya'ni mana yopganda bu yog'i mana shu chetini himoya qilib turadi. Nimaga aynan shu chetini himoya qilib turadi? Bunga bir aniqlik kiritmoqchiman ozgina. Sababi smartfon buklanganida mana, ya'ni bu yoqda ichiga qarab buklanadigan bo'lsa, bu yoqda tashqarisiga qarab buklanadi. Shuning uchun smartfonni olib yurgan paytingizda, cho'ntagingizda yoki qo'lingizda yoki stolga qo'yganingizda aynan mana shu turdagi displeyi qirilish ehtimoli bor, meni fikrim bo'yicha, va shuning uchun aynan shu tomonini himoya qilib qo'yishgan bo'lsa kerak. Texnologik nuqtai nazardan aynan shu, menimcha boshqa bir hech qanaqa buni sababi bo'lmasa kerak. Mana bu yerda oyog'i ham bor, do'stlar. Oyog'i o'sha endi Mate 6, Mate 7 ga o'xshagan, ya'ni oyog'iga mana suyantirib qo'ysa bo'ladi, buni qilib qo'ysa bo'ladi va buklab mana shunaqa qilib qo'ysa ham bo'ladi. Demak, ochiq holatda ham qo'ysa bo'lsa kerak, buni hali bir sinab ko'ramiz bu narsani. Demak, qurilmaning mana yon tomonlarida, u yog'ida ham, mana bu yog'ida ham dinamiklar joylashgan. Demak, mana shunday qilib ushlab turganda ham, demak, ovoz stereo chiqadi. Ovozi juda ham baland, juda ham yaxshi. Men eshitib ko'rdim. Demak, musiqani eshitsa ham bo'ladi, bir kinolar ko'rsa ham bo'ladi. Nihoyatda yaxshi ovozi. Menga juda ham masalan ma'qul bo'ldi. Xo'p, demak, ochilgan paytda ham do'stlar mana dinamigi bu yoqda va dinamigi bu yoqda stereo ovoz bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, ovozi juda ham baland chiqadi, juda ham qulay eshitishga. Demak, yuqori qismida endi texnik ko'rsatkichlarga qaraganda infraqizil port bor deb ko'rsatilgan, ya'ni uydagi maishiy texnikani ishlatsa bo'ladi. Men ko'rinishni ko'rmadim, chunki bu yoqda mana ikkita tuynukcha bor, lekin bular menimcha mikrofonniki, yana ham bilmadim. Past qismida USB Type-C porti mavjud. Bir nechta mikrofonlar korpus bo'ylab joylashtirilgan, ya'ni ovoz sifatini yaxshilashga va shovqinni pasaytirish funksiyasini ta'minlaydi ushbu mikrofonlar. Bitta narsani aytib o'tishim kerak, do'stlar, buni mana aynan yopib ochishda foldlar ancha qulayroq deb o'ylayman, sababi endi apparat nozik bo'lgani uchun odam ozgina cho'chiydi. Mardonavor bir ochib yorishga, lekin ham sharnirni mexanizmi yaxshiroligi uchun juda ham qanaqadir mustahkam ushlab turadi yopiq holatida. Qurilma ramkasi to'liq alyuminiydan ishlangan va xrom qoplamasi borligi sababli korpusda, demak, mana shu barmoq bilan ushlaganda barmoq izlari yaxshi qoladi. Endi smartfonni alohida yozib ham qo'yishgan, ataylab tushirib yuborish tavsiya qilinmaydi, ayniqsa suvga. Bu yoqda suvdan hech qanaqa himoya yo'q. Qurilma yetarlicha mustahkam, lekin narxini hisobga oladigan holda uni agar tushirib yuborsa odam endi kamida ozgina yuragini ushlab qoladi qo'li bilan mamnun qilib. Xo'p, orqa panelda mana kamera bloki mavjud. Bu o'sha Huawei'ning bir firmaviy uslubida ishlangan. Mate X ning prezentatsiyasida aytishlaricha, ushbu kamera halqasini, ya'ni mana shu halqani ishlab chiqarish uchun 22 kungacha vaqt ketadi va 72 ta texnologik jarayon amalga oshiriladi.
Ya'ni metal bo'lagini kesishdan tortib, to uni sayqallab bir polirovka qilgungacha, demak, 22 kun vaqt o'tadi. O'ylab ko'ringlar. Endi ochilish mexanizmiga qaytamiz. Qurilmani to'liq ochganda ekranni ikki joyda bukilish chiziqlarini ko'rasiz. Mana birinchisi va mana ikkinchisi. Ular bir-biridan biroz farq qiladi. Sababi bu chiziq ichiga botgan, sababi ichiga yopiladi. Bu chiziq uncha ichiga botmagan, chunki bu tashqariga yopiladi. Bular deyarli sezilmaydi, katta muammo tug'dirmaydi buni borligi, kontent ko'rganda umuman xalaqit bermaydi bu narsa. Endi foydalanish tajribasi va ssenariylari hayot tarzingizga qarab kuchli farq qiladi. Ya'ni siz doim yopiq holatda ishlatasizmi yo doim to'liq holatda ishlatasizmi? Bu aynan sizni ishingizga, ofisda yo uyda ishlatishingizga bog'liq bo'ladi. Yo'lda doim endi uni ochib yopa olmaysiz, bu tabiiy hol. Ya'ni uyga kelganingizda yo ishxonaga borganingizda ochib qo'yib ishlatish. Lekin aynan ochiq holatda ishlatish juda ham qulay. Masalan, mana shunaqa holatda matn yozish uchun agar ochadigan bo'lsak, dasturni mana shunaqa holatda shunaqa ko'rinadi. Mana ag'darib qo'yadigan bo'lsa, mana shunaqa ko'rinadi. Ko'rib turganingizdek, demak, klaviaturasi pastki qismida joylashgan va juda ham qulay. Ya'ni ikkita qo'lda, ikkita barmoqda tersa ham bo'ladi. Bunaqasiga ham shu ikkita qo'lni ishlatib turib, ikkita barmoqda tersa bo'ladi. Juda ham qulay. Endi yana bitta muhim tomoni bor. Esingizda bo'lsa, Mate X6, Mate X7 ni obzorlari bor edi kanalda. Unda Flex degan, demak, texnologiya qo'llanilgan edi u foldlarda. Ya'ni qo'yib telefonni, masalan, mana bunaqa qo'yib, mana shu displeyda narsa tomosha qilsa bo'ladi. Ya'ni flex rejim bor edi. Bunda flex rejim yo'q. Ya'ni ekranni mana shunaqa qilib qo'yib ishlatsa bo'ladi. Endi marketing, reklama nuqtai nazaridan men tushunaman, ya'ni yarim chala emas, to'liq foydalanishsin displeydan degan bir fikr bo'lsa kerak, g'oya bo'lsa kerak buni tegida. Endi displey xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, ular quyidagicha 10.2 dyuymli displey, 16 ga 10 nisbati bor, LTPO OLED, 90 Hz, avtomatik yorqinligi bor, always on display bor. 90 Hz qo'llab-quvvatlashiga qattiq shikoyat qilib bo'lmaydi, chunki bu endi flagship emas, oddiy smartfon ham emas. Bu planshet desa bo'ladi. Shuning uchun planshetlar bilan solishtiradigan bo'lsa, bu yoqda bir ma'lum qanaqadir bir kompromiss bor. Ekran sozlamalari Huawei uchun odatiy ko'chada ham ekran yaxshi ko'rinadi, garchi maksimal yorqinlik 1000 nitdan oshmasa ham. Bu jihatdan qurilma smartfondan ko'ra planshetlarga yaqinroq, boya aytganimdek, always on display funksiyasi orqali, masalan, o'z ob'ylaringizni joylashtirishingiz mumkin ekranga. Bu yerda ham oddiy Huawei smartfonlardan katta farq yo'q. Demak, akkumulyatorga keladigan bo'lsak, endi batareya smartfonning uch qismiga joylashtirilgan. Demak, bu yoqda, o'rtasida va bu yoq qismida alohida bloklari bor. Umumiy sig'imi 5600 mAh. Buni bir xil litsion deydi, lekin ko'rinishiga qaraganda bu ko'proq kremniy uglerod akkumulyatoriga o'xshaydi. Sababi hajmi jihatidan va sig'imi jihatidan oddiy o'sha litsion batareyalarga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni agar litsion batareya bo'lsa, unda sig'imi sal kichkinaroq bo'lardi degan bir fikr bor. O'zini jamlamasida boya aytib o'tganimdek 66 vatli quvvatlash moslamasi bor, quvvatlash bloki mavjud. O'sha blokda quvvatlaganingizda, demak 10 daqiqada, 20 daqiqada, 30 daqiqada, 40 daqiqada mana qanchaga to'lishi mana shu grafikda ko'rishingiz mumkin. Endi 100% gacha 90 daqiqada demak to'liq quvvat oladi. Turbo rejimni agar yoqsangiz, smartfon taxminan 1 soatda to'liq quvvatlanadi. Qizish ham juda katta emas, bir 38 gradus atrofida qizish kuzatiladi. 50 vattgacha simsiz quvvatlash funksiyasi bor, lekin faqat firmaviy zaryadka bilan. Reversiv simsiz zaryadlash ham mavjud, ya'ni kerakli demak sozlamalarini agar yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, smartfonni demak yopib qo'yib, ustiga bu yog'iga boshqa smartfonni qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha simsiz quvvatlanadigan bu smartfon nariga smartfoningizga quvvat berish imkoni bor. Avtonomlik to'g'ridan-to'g'ri qaysi ekran qismini ishlatishiga bog'liq. Ya'ni bunaqa ishlatganingizda bir boshqacha sarflanadi akkumulyator, demak fold qilib ishlatsangiz boshqacha sarflanadi, trifold qilib ishlatsangiz boshqacha demak sarflanadi. Bu tabiiy hol. Lekin to'liq buni planshet qilib ishlatganingizda ham bir kunga batareyasi bemalol yetishi kerak. Chunki kichkina emas batareyasi. Endi kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsak, demak Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC qo'llab-quvvatlanadi. Navigatsiya ham juda yaxshi, GPS bor, GPS bor, GLONASS bor, Beidou bor. Tez navigatsiya aniqligi yuqori. 5G qo'llab-quvvatlanmaydi.
Ya'ni sayohat qilishni rejalashtirayotganlar buni yodda tutish kerak. 5G yo'q bu telefonda. Demak, xotiraga keladigan bo'lsak, qurilma 9010 protsessorda ishlaydi. Aytganimdek 16 GB operativ xotirasi bor. 1 terabayt demak ichki xotirasi bor. Endi 9010 protsessori Mate X6 da ishlatilgan 9020 dan sal eskiroq, lekin baribir tezligi yomon emas. Ya'ni o'yinlarda yo bir boshqa anaqalarda sezilmaydi. Testlar qilib ko'rdik. Mana tanishsanglar bo'ladi. Cleanup duty.
Interfeys, demak, ko'rib turganingizdek, juda ham tez ishlaydi. Bir qotib qolishlar yo jiddiy bir qanaqadir muammolar yo'q. Endi kameralarga keladigan bo'lsak, kamera interfeysi Huawei qurilmalari uchun odatiy frontal kamerani yopiq holatda yoki to'liq ochilgan holatlarda ishlatish mumkin. Ya'ni mana shunaqa holatda ishlatish mumkin yoki demak mana shunaqa yopilgan holatda ishlatish mumkin. Fold formatidan farqli ravishda bu yerda selfie kameradan foydalanish ancha qulayroq. Shuningdek, asosiy kamerada o'zingizni suratga olish uchun tasvirni tashqi ekranga chiqarish ham ancha osonroq Foldga nisbatan. Asosiy kamera Pura 70 seriyasidan tanish modul. Asosiysi demak 50 megapiksel, ultra keyingi 12 megapiksel va telefoto zoom 12 megapikselli demak bloklari bor. Foto sifati yaxshi, lekin Mate X6 yoki bir Pro seriyalari bilan Purani solishtiradigan bo'lsangiz, ozgina farqi bor. Mana endi buni ham ko'rsanglar bo'ladi foto video testlarini. Xo'p do'stlar, demak mana 4K 30 FPS da frontal kamerani yozishi. Mana shunaqa. Endi hozir juda ham yorug' ko'chada, endi filtr yo'q. Shuning uchun orqa fonda qanaqadir bir peresvetli bo'lishi, juda ham yorqin bo'lishi bu tabiiy hol. Endi rasmga ham olib ko'ramiz hozir. Mana old frontal kameraga ham ko'chiramiz. Mana frontal kamerani yozishi. Bir karra, mana 2 karra, mana 5,5 karra va mana 10 karra. Bu optik zoom. Mana endi raqamli ishlamayapti, shu 10 da qotdi. Hop, mana yana bir karra. Va mana ultra keng. Mana shunaqa. Endi do'stlar, O'zbekistonda yurtimizda mavjud ranglar jilosini Huawei Xmage texnologiyasi qamrab ola olmaydi, chunki nihoyatda rang-barang tabiatimiz. Lekin aynan shu texnologiyani ranglar yorqinligini namoyish etishini sizlarga ko'rsatish uchun bir bozorga kiraman-da, meva sabzavot rastasidan 2-3 ta rasm olaman. Demak, boya aytgandek, o'sha Pro seriyalaridagi True Color rejimi yo'q bu apparatda, lekin bar video va fotolar yuqori darajada, garchi Huawei'ning eng kuchli kamera fonlaridan biroz ortda qolsa ham. Fold smartfon uchun yana bir marta aytib o'taman, bu juda yaxshi natija. Sababi aynan bu telefonlarda, masalan, boshqa Foldlarga qaraganda, boshqa Foldlardan farqli, batareyani ixchamroq qilish uchun, batareyani sig'dirish uchun, uni sig'imini ko'proq qilish uchun kameralar blokidan voz kechilmagan. Masalan, Samsungda yo Pixel seriyadagi Foldlarda shu muammo bor. Masalan, Pixel 10 Pro va Pixel 10 Pro Foldda kamerasi farq qiladi bir-biridan. Ayni Fold modelida
kamera blokini sal qisqartirishgan o'sha batareya va sovutish tizimini yaxshiroq joylashtirish uchun. Shuning uchun aynan shunda, ya'ni bu uchtali o'sha trifold bo'lib turib, kamerasi shunaqa yaxshi ishlashi, bu albatta kompaniyani yutug'i deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Endi dasturiy ta'minotiga keladigan bo'lsak, qurilma hozirda EMUI 14.02 da ishlaydi. 15 chiqadimi yo'qmi bunga hali masala. Google servislarni Gbox yoki MicroG orqali ishlatish mumkin. Huawei tizimiga ko'pchilik allaqachon o'rganib bo'lgan EMUI funksiyalariga boy, ba'zi jihatlari juda yaxshi ishlaydi, ba'zilari esa savol tug'dirishi mumkin, xuddi boshqa brendlar singari. Endi Huawei ishlatib yurgan odamlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi, o'rganib bo'lishgan bunga. Agar xulosalarga keladigan bo'lsak, avvaliga bu model kompaniya imkoniyatlarini namoyish qilish uchun PR mahsulot sifatida yaratilgan edi. Ya'ni cheklangan partiya bor edi, sotuvda minimal xavf bor edi, lekin bir necha hafta ichida bozor aynan shunday qurilmani kutayotgani ma'lum bo'ldi va u tor doiralarda juda mashhur bo'lib ketdi. Men uchun bu shunchaki noodatiy ekran yoki yangi form faktoriga ega smartfon emas, bu asosan meni fikrim bo'yicha eng boy xaridorlar uchun mo'ljallangan qurilma deb o'ylayman. Top menejerlar, texnologiya ishqibozlari qimmat gadjetlarni va hype'ni yaxshi ko'radigan insonlar uchun deb o'ylayman bu gadjetni. Bunday smartfonni sotib olish, imij uchun qurilma olish, moliyaviy bir imkoniyatni ko'rsatish va bir vaqtning o'zida 3 ta qurilmani bitta korpusda olish degan oddiy smartfon, fold smartfon va to'liq planshet. Ya'ni haqiqiy, demak, 3 ta 1 desak bo'ladi. Hozir bozorda boya o'sha boshida aytib o'tganimdek, bunday qurilmalar ikkita xolos, Huawei va Samsungdan. Shuning uchun ular ommaviy bo'lishi qiyin. Chunki odamlarda hali bunday tajriba shakllanmagan. Lekin foldlarda bo'lgan holat yana takrorlanmoqda. 3 buklanadigan smartfonni ishlatib ko'rgan odamlar unga oshiq bo'lib qolishmoqda va turli foydalanish ssenariylarini topishmoqda. Aytish mumkinki, bunday qurilmalar hali uzoq vaqt bozorga katta ta'sir ko'rsatmaydi. Endi meni shaxsiy fikrim bu narsa va alohida mahsulot bo'lib qoladi, ya'ni alohida segment. Sababi narxi juda baland, ular omma uchun emas, lekin aynan mana shu qimmatlik va kamyoblik qurilma atrofida o'ziga xos bir qanaqadir bir orzu gadjetini va atmosferasini yaratadi. Hamma ham sotib ola olmaydigan texnologik eksklyuziv mahsulotga aylantiradi. Endi yana bir eslatib o'tmoqchiman, Huawei kompaniyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining sanksiyalarining ostidagi kompaniyalardan biri sanaladi va shu sanksiyalarga qaramasdan aynan shunday gadjetlarni, shu aytib o'tganimdek, PR aksiya sifatida boshlagan edi, lekin mana ommaviylashib ketdi. Sekin-sekin o'zini, demak, xaridoriga, o'zini bozoriga, o'zini segmentiga ega bugungi kunda. Do'stlar, agar kontent sizlarga yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lgan bo'lsa, iltimos qilamiz, kanalimizning rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shinglar. Demak, obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Sizlarga og'ir emas, bitta tugmani bosib qo'yasizlar bo'ldi. Bizga bu narsani foydasi bor kanal rivoji uchun. Qaysi gadjetlarni yana, demak, obzorni ko'rmoqchi bo'lsanglar, uni ham yozib o'tinglar. Izohlarda nima fikrlar bo'lsa, ularni ham yozib o'tinglar. Men hamma izohlarni o'qiyman deyarli. Ko'pchiligiga javob ham beraman. Do'stlar, yana ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.